Salom azizlar, talaba yoshlar. Mehringiz nuridan bahramand yoshlar. Yurakdan sizlarga aylaymiz salom, ta'zim aylab deymiz. Salom, assalom. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, assalomu alaykum hurmatli davramiz qatnashchilari. Mana bugun Yangiyer shahar 4-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida hisobot konserti. Konsert dasturimizda barchangizni ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz, shodmiz. E'tiboringizga endi konsert dasturimizni ochib berish hamda taqdirlash uchun so'z navbatini Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabi direktori Rustamova Nigora hamda Normurodov Mahmudjonovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va jonajon ota-onalar. Barchangizni mana shu hisobot konserti, bu bayram, bu maktabning 1 yillik qilgan sarhisobi, ya'ni shu hamma yutuqlarini, hamma bolalar olgan bilim ko'nikmalarini sarhisobi hisobot konserti ko'rsatiladi. Mana shu oy, may oyi o'zi hisobot konsertlar oy ketyapti. Butun viloyatimiz bo'yicha 15 ta musiqa maktabi bo'ladigan bo'lsa, hammasini konsertlarga, hisobot konsertlariga borib ko'ryapmiz. Hammasi o'zgacha, o'zi hamma maktablar o'zini namoyon qilyapti, hamma nimalarini, yutuqlarini. Shunga hammasini ko'rib chiqyapmiz va hozir biz shuni tashkil qilyapmiz. Viloyat bo'yicha hisobot konserti bo'ladi. Viloyat musiqa maktablari bo'yicha hisobot konserti bo'ladi Guliston shahrida. Shunga eng yaxshi sara nomerlarni olyapmiz. Hammaga tabriklayman, sog'-salomat bo'linglar va hammaga omad tilayman. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, aziz ota-onalar va aziz ustozlar. Mana bugun Turkiston bolalar musiqa san'at maktabining navbatdagi yillik hisobot konsertiga guvoh bo'lyapmiz va shuni aytishimiz kerakki, har doim ushbu maktab tomonidan o'zlarining yangicha uslublarda, yangicha chiqishlar bilan konsertlarda lol qoldirib kelmoqda. Mana bugungi konsertga guvoh bo'lyapmizki, o'zgacha tayyorgarlik bo'lgan. Bu albatta ustozlarning mehnati, samarasi va ota-onalar oldidagi yillik hisoboti hisoblanadi. Albatta ushbu maktabga omad tilaymiz. Ustozimiz aytgandek, viloyatda o'tkaziladigan hisobot konsertlarida ham xuddi mana shu o'quvchilarimizni mana shu nomerlarda, dasturlari bilan kutib qolamiz. Barchangizga omad. Ustozlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar, bolajonlarimiz, hurmatli mehmonlar. Barchalaringizni bugun ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ko'p gapirolmayman, chunki juda ham katta hayajondaman. Bu maktabimiz bilan biz birinchi tadbirimiz. Xudo xolasa barchanglarni olqishinglar oxirigacha davom etishini xohlaymiz. O'quvchilarimizni qo'llab-quvvatlab turinglar. O'quvchilarimizni taqdirlash marosimimiz bor, qisqagina. Shularni ustozlarimizni qo'lidan olsa, o'quvchilarimiz uchun bu juda ham katta yutuq bo'ladi. Yangiyer shahar 4-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchisi Safiyulina Nigina a'lo baholari, namunali hurti va tadbirlarda faol ishtirok uchun taqdirlanadi. Marhamat, Nigina. Qurbonboyeva Sarvinoz xuddi shunday. Qurbonboyeva Sarvinoz. Nazirqulova Marjona. O'quvchilarimizni sahnaga chaqirib ketishlarini so'rab qolamiz. Familiyasi o'qilayotgan o'quvchilar sahnamiz markaziga chorlab qolamiz. Marhamat. Komiljonov Asadbek. Anvarov Vohidjon. Islomov Yegor. Xuddi shunday faxriy yorliq bilan yana To'ychiyev Bekzod.
familiyasi o'qilayotgan o'quvchilarni sahnamiz markaziga chorlab qolamiz. Bilmagan bo'largacha. Rahmonov Bekzod. Shahobidjonov Farruh. Qarsaklaringizni eshitmayapti azizlar. Japorqulova Mushtariy. Qarsaklar bilan qo'llab turamiz. Po'latov Samandar xuddi shunday faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Davom etamiz azizlar. Xuddi shunday yana bir faxriyorlik bilan Joniqulova Yasmina. Marhamat aziz o'quvchilar, sahnamiz markaziga chorlab qolamiz. Kuchkarova Yasmina. Joniqulova Yasmina, Kuchkarova Yasmina. Qarsaklaringiz bilan qo'llab turamiz azizlar. Endi esa sahnamiz markaziga yana bir shunday faxriyorlik bilan Akromboyeva Zuhra. Qarsaklar bilan qo'llab turamiz azizlar. Xuddi shunday yana bir faxriyorlik bilan Umarov Umurbek. Qarsaklaringiz eshitmayapti. Ergashev Mironov. Ergashev Mironov. Endi esa davom etamiz. Davronova Diyora. Qarsaklar bilan qo'llab turamiz azizlar. Qarsaklaringiz azizlar, endi esa navbatni Rayimqulov Azamatga beramiz. Xuddi shunday faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday faxriyorlik bilan Safoyeva Yasmina taqdirlanadi. Navrozova Shodiyona. Xuddi shunday faxriyorlik bilan Navrozova Farzona taqdirlanadi. Qarsaklaringizni eshitmayapti azizlar. Davom etamiz. Xuddi shunday yana bir faxriyorlik bilan Baxtliddinov Hozirjon taqdirlanadi. Kattakon rahmat Nigor opa, Mahmud aka, tabriklar uchun. Bolajonlarimiz ilohim sizlarni darajalargacha yetsin. Bu bizni, ustozlarimizni, ota-onalarni niyati. Kattakon rahmat. Rahmat. 4-musiqa maktabini iqtidorli o'quvchilarni shu darajaga yetkazgan o'qituvchilarni taqdirlamasak bo'lmaydi. Ustozlarni har doim qo'llab-quvvatlash kerak. Yosh ustozlarimizni qo'llab-quvvatlash kerak. Qarsak yili davomiy bo'lsa, o'qituvchilarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Ruxsatinglar bilan. Sizga go'zal raqslarni doim taqdim etuvchi shiringina, oppoqqina o'qituvchimiz Mirodova Nastya. Anorqulov Asadbek Nazirjon o'g'li, marhamat sahnamiz markaziga chorlab qolamiz. Davom etamiz azizlar. Xolboyev Humoyin Husniddin o'g'li, marhamat. Davom etamiz. Qodirov Hasan Xidirboyevich, marhamat.
davom etamiz azizlar. Yangi sanoatni Barat va Nadejda Xudoynasarova. Marhamat. Davom etamiz. Yangi sanoatni jonga o'qituvchimiz Ernazarova Shahlo Bahodir qizi. Marhamat. Hurmatli ustozlar, hurmatli otaonalar, ozgina cho'zilib ming bor uzr so'raymiz. Bizni o'quvchilarimizni san'atiga befarq bo'lmagan ota-onalarimiz bor. Ko'p emas, lekin bularning hammasini taqdirlashimiz kerak. Xudo xolisa bularga barchasiga yetkazamiz. Vaqt ozgina qimmatbaho bo'lganligi uchun ikki nafar ota-onamizni taqdirlaymiz. Qarsakiylar sadosi ostida. Rahmat. Niso, marhamat. Rahmat, qarsaklaringiz eshitilmayapti azizlar. Endi esa Sagamaniya Karina, marhamat. Endi esa e'tiboringizga an'anaviy xonandalik sinfi o'quvchilari ijrosida Zavqi munojot. Marhamat. O'qituvchilar ijrosida papuriga beramiz. Marhamat.
Azizlar, e'tiboringizga bir ajoyib she'r o'qib bermoqchiman. O'tar qancha yillar to'zoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni. O'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur. Qorachig'da porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur. Anor sening yuzlaring suluv, xumor sening ko'zlaring suluv, yodda qolmas izlaring suluv, mehr qolur, muhabbat qolur. Oqib ketdi suvlarda tohir, suhro yig'lab qoldi qon bag'ir, kelganda ham qiyomat oxir, mehr qolur, muhabbat qolur.
Endi esa navbatni teatr sinf o'quvchilari ijrosida uchrashuv sahna ko'rinishi marhamat tomosha qilamiz. Hayot kitobini bexos varaqlab, men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida ko'nglim charaqlab, suyish kerak bo'lsa telbacha suydim. Kiyganim ipak mitishit yo kimxob, yurak boyligidan qilmabman parvo. Meni og'ishlagan haq naq oftob, yangi qo'shiq talab, unda har sabab. Endi esa azizlar, e'tiboringizga fortepiano ansambli Chayxana marhamat tomosha qilamiz.
Biz davom etamiz. Endi esa e'tiboringizga dutorchilar ansambli Ohangrabo. Marhamat. Fortepiano 2-sinf o'quvchisi Navruzova Farzona va Yeremin Ilya. Beethoven Tritansa. Marhamat. Kimning ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belidan, qo'llariga aso bir tayoq tushsin. Iymoni sof kirib yuzga yorug' yuz, to'ylar ko'rib yelkasidan tog' tushsin. Jismiga so'nggi safar oldidan, o'z bolasin qo'lidan bir siqim tuproq tushsin. Endi esa azizlar, baxshichilik yo'nalishi o'quvchisi Rayimqulov azamat ijrosida Oshiq G'arb va Shohsanam dostonidan So'yla So'yla. Marhamat, tomosha qilamiz. Söyle 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 kurban olayım, aklım oldu kara tuzları seviyorum. Söyle 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 kurban olayım, aklım oldu kara tuzları seviyorum. Söyle 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 kurban olayım, aklım oldu kara tuzları seviyorum. Saya gel kalkan olayım, yaptığını söyle sözleri seviyorum.
tuzlaringsen. Raqs, juraviy, xotira va qadrlash kuniga bag'ishlanadi. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день журавлиной стаи, я доплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Дорогие соотечественники, поздравляю от всех души вас всех с Днем Победы, 80-летием. Благодарю всех узбекистанцев, которые погибли в той войне, за то, что они умерли, а мы живем. Rahmat aytib qolamiz, farzandlaringiz
o'quvchilari ijrosida hindcha raqs. Marhamat. Hisobot konsertimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Aksincha, keyingi safar ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' va salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.